76-200. Весовая категория 76-200. И первым на ринг. Синий угол, ko'k burchakka Jizzax vakili Tursunboy Abdulakimov chaqiradi. Va birinchi bo'lib ringga Tursunboy Abdulakimov chiqib kelmoqda. Jizzax viloyati vakili. Yigirma 8ta jang. Abdulakimovda Jizzax viloyati vakilida 13 ta g'alaba, 3 tasini muddatdan avval yakuniga yetkazdi. Tajriba keragidan ol. Qizil burchakka uning raqibi Farg'ona o'g'loni legendarniy Sherzod Husanov. Qanday qarshi olayotganligini ko'rishingiz mumkin. Ikkinchi o'rta vaznda mana shu jang bo'lib o'tadi. Sherzod Husanov jahon chempionatini sovrindori bo'lgan paytida havaskor o'rtasida ayrim hozirgi nomdor bokschilarimiz dunyoga kelishgan, tavallud topishgan edi. Jahon chempionatini sovrindori, kumush va bronza medal. Osiyo chempionati sovrindori. Professional boksda o'ziga xos natijaga ega bo'lgan charm qo'lqopda. 32 ta jang. 25 ta g'alaba, 6 ta mag'lubiyat, bitta durang. Rekordi yuqori darajada. So'nggi jangini imkoniyatni boy berdi, lekin anchagina kuchli bo'lgan raqibga qarshi kechgan jang. Do'stlar, 46 yoshda. Texnikasi, jismoniy tayyorgarligi mana shu yoshda fantastik daraja. Oybek Mamajonov burchak. Juda ko'plab ham sportchilarni tayinlab berdi. Nafaqat boks olamida, umuman yakka kurash oladi. Официальное представление бойцов.
Yana bir bor bizga sportchilarni tanishtirib o'tishadi. 76-200. Первый боксер синий угол, Көк Бурчак. Ему 40 лет. Его рост 1,75 сантиметра, вес 75 килограмм ровно. Он мастер спорта и чемпион Узбекистана по боксу. Профессиональный рекорд 15 jang, 12 g'alaba. Представляющий Jizzax Tursunboy Abdulakimov. Его соперник красный угол, Кызыл Бурчак. Боксеру 46. Его рост 1,80 сантиметра, вес 76 килограмм ровно. Он заслуженный мастер спорта по боксу. Участник 2 Олимпийских игр. Обладатель 3 чемпионских поясов. O'zbekiston Iftixori ордени sohibi. Представляющий Хусанов Тим Farg'ona. Legendarный Sherzod Husanov. O'zingiz esingizda, menimcha ortiqcha ta'rifga hojat yo'q. Sherzod Husanov. Jang boshlandi. Ikkita jab, chap qo'l yondirib va zarba ortidan. Shoshmasdan ikki tajribali bokschi Sherzod Husanov ma'lumot o'rnida do'stlar aytib o'taman, 1980-yil tavallud topgan. Va katta boks arenalarida hali hanuz jang olib boradi. Shoshmayapti. Qoringa zarba, boshga ortidan. Qoringa zarba. Asta-sekin mana shu bosqich IQ, ya'ni hozir mashhur so'z bo'lgan mana shu. Har bir harakatini o'lchab, rejalashtirib oldindan hujumlarni amalga oshiradi. Raqib harakatini o'qiy oladi. Ko'ryapti, barchasini ko'ryapti, xotirjam oldinga boryapti, biroz ishlaganini beryapti. Qarang, ozmoz qo'lni ochyapti, raqib hujumni uyushtirishga majbur. O'zi esa mana bunday kombinatsiya jigariga zarba yo'lladi. Mana endi esa boshiga yana ikkilik zarbasi o'tdi. Hozir zarba boshiga yubordi, endi qoringa zarba, qo'llar tushdimi? Demak, his qila boshladi. Og'ib ketdi chap qo'lda. Ikkilik zarbasi. Qoringa yana bitta zarba. Sirpanib ketdi. Birinchi raund yakuniga yetib boryapti. Jab, ikkilik zarba, hozir zarba, yana chap qo'lda zarba. Take down do'stlar.
Faqat u takedowndan unumli foydalana olmadi, sababi vaqt tugab qoldi. Yaxshi jangni parterga o'tkaza olar ekan. Albatta hazil do'stlar. Hazil zarba natijasida klinchga kirish jarayonida Sherzod Husanov shunchaki bir qadam ortga tashlandi va majbur bo'ldi pastga butun tanasi bilan og'ib ketishga. Abdulla Kimga hech qanday e'tiroz yo'q. Juda kuchli raqibga qarshi jang olib bordi. Sherzod Husanov faoliyatini albatta O'zbekistonda boshlagan, shu yanglishmasam Toshkentda boshlagan edi professional boksdagi faoliyatini va keyinchalik katta ringlarda yorqin janglar o'tkazgan, kamarlar egasi bo'lgan. Va ko'k burchakdagi bokschining murabbiyi jangni davom ettirishdan bosh tortdi. Endi Sherzod Husanov yana bir bayt o'taman, yaqinda ham xorijda jang olib borgan edi va mana endi o'z uyida, o'z yurtida, ana Sharif Boxing Promotion tomonidan tashkil qilingan kechada ishtirok etmasdan iloji yo'q. Rasmiy e'lon. И в данном противостоянии зафиксирован TKO. Технический нокаут. Победу одержал Хусанов Тим Фарг'она Sherzod Husanov. Sherzod Husanovning g'alabasi qayd etilmoqda. Mana shunday o'tyapti. Professional boks kechasi do'stlar, bizda qisqadan o'z ekrandan aslo uzoqlashmang. Asosiy kart boshlanish arafasida.